Bu uskiy kuruklarga nima deysiz? Uskiy kuruklar mana sinfdoshlarning orasini buzadi. Nimaga deyin? Masalan, deylik, bitta sinfda 7 ta bola o'qidi. 3 tasi taqdir taqozosi bilan boyib ketdi. Endi 3 tasini gapi bir-biriga keladi, chunki ularning puli bor-da. Qolgan sal pulni kamroq topadigani ularni fikri o'zicha boshqacha bo'ladi. Ana endi bu yerda nima kelib chiqadi desangiz, haligi 3 ta odam alohida teram ochishadi, teramda guruh ochishadi. 150 kilometr boshqa joyga borishadi, yaxshi joyga borishadi, borib turib aytishadi. Og'aynilar, qaranglar, Mamlakatga keldik biz, kelinglar deyshadi. Bu nima foydasi bor borib olgandan keyin chaqirishi? Yoki choyxonaga borganda haligi 3 ta odamda qo'lida mikrofon. Faqat ular gapirishadi. O'sha uy qurgani, mashina olgani, hali 7 ta odam ham uy qurgan, lekin hech kim yetmaydi. Hali 3 ta odam gapirish kerak-da. Tushunasizmi? Endi bu yerda voqea nima bo'ladi? Haligi 3 ta odamning o'rtasida, boylar o'rtasida haligi 7 ta odam g'ibati bo'ladi. Ya'ni uni mashinasi eskiligi, ustachilik qilishi, kam pul topishi va hokazo. Endi bu yerda 7 ta ichida nima bo'ladi? Bular nima deydi? Alloh hisob bersin o'rtoqlarimizga. Karilab ketishdi, mayli. Payt kelib o'ziga kelib qolar deyshadi. Mana shu narsa sinfdoshlarni parchalanishiga olib keladi.